Biz shartnoma bo'yicha ishlaymiz dedingiz. O'zimizning hujjatlarimiz bor dedi. Hozir uyda qolib ketib qoldi dedingiz. Xudo xohlasa Telegramdan menga tashlab qo'ysiz aka. Video davomida ashuni shartnomani ham kerak bo'lsa videoga qo'yib ketamiz, xudo xohlasa. Albatta ichida keltirilgan majburiyatlar bor. Men tomonidan zakaz qilayotgan odam tomonidan. Ikki taraflama shartnoma. Hech qanaqa aldov, aytilgan narsa albatta qo'yiladi. Hali ichidan urib olish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Mana shularni do'stlar, mana do'stlar. Bunaqa usta ekanimizni men bunaqa shartnoma bilan ish qiladigan ustani birinchi marta ko'rishim. Buyurtma stili aytilgan soatga, aytilgan vaqtgacha yetkazib beriladi. Xo'p, ustaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek kamina boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarimov. Do'stlar, bugun juda ko'pchilik so'ragan oshxona shkaflari olamiga yetib kelganmiz. Bu yerda birinchi qo'l usta tomonidan ishlab chiqarilgan, ham sifatli bo'lgan, ham arzon bo'lgan, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan kuxonniy shkaflarimizni har xil assortimentlarini, keng ishlab chiqarilgan variantlarini bizning kanalda obunachilar uchun ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa do'stlar, bugun narxlar juda ham arzon bo'ladi. Dastlabki xizmatlari va albatta yetkazib berish xizmatlari qanday bo'ladi, xom ashyolari qanday materiallardan qilingan, hammasi haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizni kuzatayotgan bo'lsanglar do'stlar, endi xudo xolasa ushbu videoda ko'rganlarga aksiyalar, bonuslar qo'shib beriladi. Usta bilan kelishib gaplashdik. Xudo xolasa ketgan vaqtinglarga achinmaydigan video obzor tayyorlaymiz do'stlar. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz, ustagamiz ham tayyor. Bugungi video obzorimizni boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum qadrli obunachilar. Usta Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Asbek aka, xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Xo'p aka, kelib ishlaringizni ko'rdik. Xudo xolasa sifatli gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizning kanalda obunachilari har doim sifatli mebellarni olib o'rganishib bo'lgan. Bugun xudo xolasa aka siz ishlaringiz bemalol kanalimiz obunachilariga tavsiya qilsak bo'ladi. Endi aka har doimgidek sexda adresi, yetkazib berish xizmatlarini bir qator obunachilarimizga aytib bemalol salomlashasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Maqsudbek akamizning kanalning admin muxlislari. Bizning seximiz Andijon tumanida joylashgan, Aylisda, Jahon bozoridan tepasida. Joyimiz mana Jahon bozorida 2-qatorda. Xudo xolasa mebellarni birinchi qo'l arzon sifatli o'zimiz ishlab chiqaramiz. Yetkazib berish Andijon shahar ichida, boshqa viloyatlarga, Toshkentga, Vohaga kelishilgan holda yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Joyingizga kelib ko'rmoqchi bo'lganlar sizga telefon qilib, bemalol bebozor kuni ham yoki bozor kunlari ham kelib ko'rsa bo'laveradi. Xo'p, aka birinchi qaysidan shundan boshlayveramizmi? Birinchi standart ishlarimizdan boshlaymiz. Standart. Gap yo'q. Yengilroq, puli arzonroq deganlarga. Endi haligi puli arzon degani sifatsiz degani emas, arzonroq bitadi, arzonroq sotiladi. To'g'rimi aka? Hali yengilroq desangiz ko'pchilik bu sifatsiz ekan deb tushunib olishi mumkin. Shuni boshida aytib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Avvalambor tutishiga bog'liq, lekin bu ham sifatli yaxshi narsa ekan. Yaxshi narsa. Zo'r demaymiz, lekin o'rtacha bizning sharoitga mos narsa. Oddiy oila ham olib ishlataveradigan mebel. Gap yo'q. Bunimizda uzunligi 2,40, balandligi 2 metr. Bu yerga mo'yka tushadi. Bu yerga sushilka tayyor joy tashlab ketganmiz bunga. Eshiklari akrildan bo'lgan. Kamerani yaqinroq olib kelib bemalol ko'rsatsak ham bo'laveradi ishlarimizni. Ruchkalarda bo'lgan, chekalari polniy kronka bo'lgan. Apparatda bosiladi. Gap yo'q aka. Laminat, orqasi 06 qilingan, dog'lisi suv sinmaydigan. Bu stalishnicamiz o'zimiz tayyorlaydigan stalishnica, pul yengilroq buni. O'shuning uchun bu arzonroq chiqadi aka. Lekin bu ham xizmat qiladi, xudo xolasa. Xizmat qiladi. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz narxi necha pul chiqadi aka? Sizdan chiqsa kanalga aka 2 million so'm qilib beramiz. Andijon shahar ichi dastavkasi bilan. 2 million so'm. Gap yo'q. Razmeri necha tushunda? 2,40 ga 2 metr. Shunda hozir agar 1 metrga hisob-kitob qilinadigan bo'lsa-da, endi aka misol hisobda necha puldan tushib qoladi? 900 ming atrofida tushib qoladi. 900 atrofida tushib qoladi. Gap yo'q. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi xuddi shuni mo'ykasi o'ng tarafda, bu mo'ykasi bilan birga qatirilgan. Buni 2 million 100 ming so'm beramiz aka. Aka buni mo'ykasi o'ng chap bo'laveradi. Bo'laveradi aka. O'ngga, chapga, agar achta o'rtaga ham qo'yib beriladi. Xohlasa o'rtaga ham qo'yib beriladi. Xullas do'stlar, mo'ykani o'zlari xohlagan tomonlarga qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Keyin bunisi mana ochiqroq rangi, boshqacha akril, mana gulli akrilimiz bor. Bularimiz chiroyli chiqibdi lekin. Orqalari mana kafel granit deb qo'yadi, 60 ga 60 bo'ladi aka. 60 ga 60. Tayyor bo'ladi, olib borib shunday o'rnatadi. Bu yerga gazi tushadi, bu yerga vichkasi tushadi. Tepada svetlari bor. Svetinilar hammasi yonib ishlaydi. Bu yerda mana sushilkalari bor. Bu yerga to'g'richa mo'yka tushadi aka. Tortmalari 2 tane mana. Gap yo'q. Duxovkaga moslangan.
Bunimizni betligi akril bo'lgan bu ham. Bu bilan bir xil akril. Stalisitasi Toshkent bo'lgan aka. Razmeri 240 ga 225 balandlikda. Mana sochilgani. Gap yo'q lekin. Jalkalari ham bor. Xo'p, Bunimiz narxi necha pul chiqadi endi aka? sizdan chiqsa aka buni 3 million 300 ming so'mga mo'ykasi, sushilkasi ichida qilib beramiz. Mo'ykasi, sushilkasi ichida bonus bo'ladi. bo'ladi. Hozir bugun bozor maskunligiga mo'ykalarni yig'ishtirib qo'ydik. Aha, endi mo'ykasi qo'shib beriladi. U tomonlardan hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, keyingilarga o'tamiz. Ochiqroq rang aka. Ochiqroq svet ekan bu. Bunda ham shunaqa sushilkalari bor, truba ruchka, PVH kronka asosiy. Sushilkalarni ham bir qator ko'rsatib qo'ysak bo'ladi kelib. Do'stlar, mana sushilkalarini bonus qilib qo'shib beriladi. Xo'p, buni endi aka ko'pchiligiga suv bilan ko'p ish qilgani uchun asosiy sechakasi kronkasi bo'ladi. ha, asosiy suv kirmaydigan joyi shu yerda. Endi masalan, yaxshisidan qo'yilsa, suv kirib ishmaydi bu. Suv sinmaydi, betligidan sinmaydi. Mana shu narsalarda Ularimiz PVH apparatdan bular aka. apparatda bosiladi. Eng asosiysi PVH apparat. Gap yo'q. Osha-moshalari ham vakuumda hammasi o'zi tortib oladi, davodchilik. Bu taraflarda to'nkasi bor. Bunga ham shu yerga karta tushadi. Hozir Ulug'bek aka sizga bitta savol bermoqchiman. Mana orqa tomoniga bosilgan granitini aka. Mana hozir standart oq rangda ko'ryapmiz. Rangini o'zgartirib qilib beraverasiz. Rang rasvetkalarimiz bor. Kimdir qora tanlashi mumkin. Keyin buni aka granit kafel, toza granit emas, agar granit desa pul qo'shilib qoladi. Undan ham qilib beraman. Bu kafel granitdan aka 60 ga 60 rang. Lekin bu yaxshi xizmat qiladi lekin. Xudo xohlasa zo'r bu. Xizmati zo'r. Albatta. Gap yo'q. Xo'p, keyingisi MDF variantimiz aka. Crashing MDF. Mana bu o'zgacha chiqqan mana shkaflari bilan. Lekin bunisi ham gap yo'q chiqib tursaga, yankilik. Ruchkalarni ham o'ziga mosladik, mana kafellari bilan birga aka. Juda chiroyli chiqibdi lekin skromniy bo'lib, gap yo'q. Razmer necha necha aka? Bo'yi kichikroq buniki 2 metr. Bo'yi pastda. Yo, 2 yuqori aka, narxi 2 million 200 ming so'm. Shu turish 2 million 200. 2 million 200 ming. 2 million 200. Endi buni ustaga misol uchun domlarga yoki bo'lmasa uyda oshxonasi kattaroq razmerlarga bemalol razmeriga moslab chiqarib berish joyiga moslab kelishib beramiz aka. Qilib berilaveradi. Xo'p, bunimizni ham ko'rsatib o'tamiz endi. Rangi boshqacha buni ham aka. Hozir xolodilniklarda ranglari shundan chiqyapti. Stalnoy rangda ham neobishni juda chiroyli ekan lekin. Xo'p, mo'yka, sushilka, smesитель billa buni aka, buni 2 million 400 ming so'm. 2 million 400. Endi hozir Andijon shahar ichida bor. Asosiysi razmerlari hammasiniki bir xil chiqyapti. Bir xil. Endi kimgadir kattaroq, kimgadir kichikroq. Agar kichikroq desa kichikroq qilib beramiz. Kattaroq desa kattaroq. Bu endi bozorda standart ishlarimiz aka. Ochiqroq desa mana ochiq svetimiz qolib ketibdi mana. Ha, buni ham ko'rsatib qo'yaylik. Maloshniy svetda mana. Pasti to'qroq bo'ladi. Uyga kirganda iloji boricha pasti to'qroq bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. To'g'ri. Tepada yorug'roq tursa mana. Endi hozir aka masalan sizga telefon qilishib, misol uchun mana eshik bor, bu yerda g'aladon bor, shularni o'zgartirishga ham imkoni bor, to'g'rimi? Kimdir bu tomonda tortma bo'lishini xohlaydi yoki bu tomonda bo'lishini xohlaydi. Shunga qarab turib ham zakazga chiqarib berilaveradi. Iloji boricha o'zgartirib, o'ziga yoqadigan qilib beramiz. Endi aka sex bilan magazinda farqi, sexda masalan mana xohlagandek qilib tarlab, buyurtma qilib qildirsa bo'ladi. Birinchi qo'l bo'lgandan keyin, usta bo'lgandan keyin buni o'zgartir desa, shuni o'zgartirib beradi. Ha, albatta aka. Sotar boshqa bo'lsa bilmayman, lekin usta bo'lsa shuni. Misol uchun men o'rganib aytdim, o'rtaga qo'yib bersa, o'rtaga qo'yib berish kerak. To'g'ri. Xo'p, bu yoqda yana endi hozir aka gapni boshida aytdik, siz biz shartnoma bo'yicha ishlaymiz dedingiz. O'zimizning hujjatlarimiz bor dedi. Endi hozir uyda qolib ketib qoldi dedingiz. Xudo xolasa Telegramdan menga tashlab qo'ysiz aka. Video davomida ashuni shartnomani ham kerak bo'lsa videoga qo'yib ketamiz, xudo xolasa. Aka, shartnomamiz yuridik dokument. Ichida tadbirkorlik, pasport kopi hammasi bo'ladi. Albatta ichida keltirilgan majburiyatlar bor. Men tomonidan zakaz qilayotgan odam tomonidan. Ikki taraflama shartnoma. Bu shartnoma qachon tuziladi? Qachonki uyga borasiz, joyini ko'ramiz, 4 metrlik joy. Misol uchun 4 metrga mana pulga, mana materialdan, mana bunaqadan, mana ruchkadan, mana oshig'idan, chang'idan. Zavodigacha keltirib yoziladi. Materiali ham hamma yo'q. Shu shartnomada qo'l qo'ydimi, ikki taraflama shartnoma. Albatta zakaz boshlangan kun bilan, zaklad bilan zakaz tugatilgan kun ham yoziladi. Misol uchun sizga zakaz oldim,
10 kunda yetkazib beraman dedim. Shartnomada keltirildi, 10 kunga olib boriladi. Tushunarli. Demak, уже sizga buyurtma qilgan odam bemalol ko'nglini to'q qilsa bo'ladi. Albatta. Hech qanaqa aldov, aytilgan narsa albatta qo'yiladi. Albatta. Hali ichidan urib olish, shunaqa narsalar Yo'q. bo'lmaydi. Mana shu yerlari do'stlar, zo'r. Mana masjidga aytaman. Mana razmerlarimiz mana oddiy standart ishlarimizda juda kichikroq bo'ladi. Buni aytish kerak. Mana misol mana 27 bo'lsa, zakazda 30-35 gacha. Ha, kattaroq bo'ladi. Stolning usti 3-4 xil zavodniki bor ekan. Mana o'zimiz tayyorlaymiz. Toshkentniki bor, rossiyskiy bor, Eronniki bor, 2.6lik, 3.8lik har xili bor. U ham shartnomada yoziladi. Hatto mana uni balandligi-yu, mana ichini chuqurligigacha yoziladi ekan. Bo'ldi, tushunarli. Agar olib borganimizda to'g'ri kelmasa, men esimni shunday qaytarib olib kelaman. Gap yo'q. Mana do'stlar, bunaqa usta ekanimizni, men bunaqa shartnoma bilan ish qiladigan ustani birinchi marta ko'rishim. Mana buyurtma qilsanglar, aytilgan soatga, aytilgan vaqtgacha yetkazib beriladi. Xo'p, usta, yana ishlarimiz bor. Bu zakazga asosan tayyorlanadigan ishlar bor ekan, bo'ylari balandroq. Uni ham ko'rsatamiz. Uzunligi 280, balandligi 240, 230. 230. Lekin akrili ham haqiqatda boshqacha akril tovlanadigan ekan. Akril Kashtan firmaki, Toshkent, Turkiya savmesini aka bu. Pastlarini mokriy qilganmiz. Tepasini oq rangda qilingan. Bu yerga moyka tushadi. Tortmalari ikkitadan buni ham duxovka, gazga joy aka, vichkaga joy. Gap yo'q. Bu yerda mana keng shkaf aka. Keng shkaflari. Endi bu yerga ko'pchilik anaqa gaz balon qo'yaman deydi. Men tavsiya qilmayman aka. Даже xonani ichiga men tavsiya qilmaymiz. Bari gaz balondan hid chiqishi. Hid chiqaman. Meni mebelimdan u hid chiqib ketmaydi aka. To'g'ri. Chunki hamma tomoni 100% bekilgan bo'ladi. Albatta aka, orqalari ham hamma tarafi bekilgan bo'ladi. Agar endi bunimizni turish hisob-kitob qilinadimi yoki 1 metrga hisob-kitob qilinadimi? Bularimiz aka hozirgi holatda turishi. Turishi, necha pul shu turishi? Hozir 280larimiz 4,5 million so'm. 4,5 million. Boyqa sushilkasidan billa, mana qo'shiladiganlari hammasi ichida bo'ladi aka. Hozir endi gapingiz bo'ldim, zakazga deyilsa, zakazga. Misol bu 1,5 milliondan tushayotgan bo'lsa, zakazga ko'proq bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Nimaga desangiz, bir zakaz bergan insonga alohida vaqt ajratamiz. Joyini o'lchaymiz. Kelib rastroyini chiqaramiz. Xullas, uni mehnati ko'proq bo'ladi. Tushunarli. Ichida deganim bilan men shundan chiqarishim kerak. Nimaga bozorda arzon hut tashishing, men uyimda qimmat deganga tushuntirish kerak. Olib borishim, o'rnatishim pul bo'ladi aka. O'lchashim pul bo'ladi. Lekin yo'q, bizga shu bozor standarti bo'yicha qilib beravering deganlarga qilib beraveramiz. Shu narxda qilib beramiz. Shu narxda. Ozgincha o'zgarish bo'lsa men pul qo'shtirmayman. Tushunarli. Misol 280 emas, 290 qilib ber, shu tayyor narsani desa, shundaysini olib borib beraman. Tushunarli. Hozir aka buni o'z borib o'lchab, o'rnatib berishlaringiz misolda qayerlargacha bora olasiz aka? Masalan, vodiy bo'ylab imkoni bor uni. Masalan, Toshkentga ham borsangiz bo'ladi. Masalan, Voha tomonlardan telefon qilib olishsa, kelib o'lchab qilib bering deydiganlar chiqib olishi mumkin. Baribir shu savolga ham javob berib bersa yaxshi bo'ladi. Aka, xudo xohlasa vodiy bo'ylab o'zim boraman. O'ziz borasiz. O'lchab, shartnomani tuzib, o'rnatganda ham xudo xohlasa o'zim boraman. Toshkentda ham o'lchab olish, o'rnatib berish bepul aka. Toshkentgacha. Chunki Toshkentda ham seximiz bor. U yerda ham Toshkentda ham bor. Hamma ishlarimiz bir xilda ketadi. Undan ayog'iga kelishiladi. Narxlari ham bir xil Toshkentda. O'zimiz bilan faqat o'zim bormayman, men o'zim odamim boradi. Toshkent shahar ichiga faqat, viloyatga chiqmaydi. Viloyatga, Vohaga, Jizzax, Samarqandlarga aka yo'l kirasiga qo'shiladi. Qo'shilib oladi. Iloji boricha yengillik qilib beramiz. Xo'p. Bu tarafda 3 metrliklarimiz bor aka yana. Tomonga ham o'tamiz. Xo'p. Bunimiz ham bu bilan bir xil ekan. 3 metrlik. Bir xil. Balandligi 230 aka. Boyga tushadi, gaz tushadi, vichga tushadi. Gap yo'q. Mana shkaflar aka. Shkaflari. Buni aka 5 milliondan sotyapti aka. Sizni kanalingiz obunachilariga aka 4 million 800 ming so'mdan Andijon shahar ichida dastavka beramiz. 4 million 800. Albatta. Vodiyga ham dastavkasiga iloji boricha kelishtirib beramiz. Misol Namangandan, Farg'onadan, Qo'qondan telefon qilishda ham yengilroq qilib o'zimizning mashinani olib borib beramiz. Keyin plusi yana bitta ularga nimasi o'zimiz o'rnatib beramiz. O'rnatib beriladi. O'zimiz shunday chiqarib yubormaymiz, olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, keyingilariga o'tamiz endi. Xo'p, 2 santimetr bo'yi balandroq. Bu narigilariga qaraganda jicha sifatliroq bo'lar aka. Hozir narigi birinchida ko'rsatganimiz buni arzonroq varianti. Jicha arzonroq varianti.
Nimaga desangiz, buni oson-osonlaricha qimmatrog'idan, yaxshirog'idan. Yaxshisidan qo'yilgan. Sushilkalari kattasidan qo'yilgan aka. Tortma deb qo'yamiz mana. Mexanizmlar davotchi qo'yilgan. Hatto tortmasigacha davotchi qo'yilgan. O'zi tortib oladi. Ruchkalari ham boshqacha quymadan qilingan aka. Bo'yi ham 230 sm ulardiki 225 sm aka. Bo'ylari ham balandroq ekan. Endi bunimiz necha pul chiqadi endi aka? Mana ikkovi. Razmeri 240 aka. 3.600.000 so'm aka bu. 3.600.000 so'm farq qiladi, ha. 100.000 so'm farq. Mo'ka sushilkalar ichida bo'ladi. Ha, mo'ka sushilkalar ichida. Xo'p. Endi agar olarman odam bo'lsa, yana siz nomingizdan chiqishsa, yana kelishtirib beraman aka. Bu qanaqa ekan deb turib naqaymiz, ozmuncha qo'yib beramiz aka. Hali narxni eshitib xulosa qilmanglar, ustaga telefon qilinglar, tushib beraman deyapti tomonlardan, xudo xolasa. Keyin zakazda bunday narsa bor aka. Xuddi shu ko'rinishi 1,5 milliondan kutish ham mumkin, 2,5 milliondan kutish ham mumkin. Ha, ko'rinish bir xil chiqishi mumkin. U narsani men bilishim mumkin, qaysi usta bilishi mumkin, lekin odam o'zi bilmaydi. Oddiy mana stalishnicamiz ham 400.000 so'm farq qiladi. Rossiyskiy Soyuzdan, Kedirdan qo'yiladigan bo'lsa 400.000 farq qiladi. Qalinroqdan qo'ysa yana ham farq qiladi. To'g'ri. Hali originali bilan padarginali shunaqa bo'lib qolar ekan. Ikkinchi to'r shunaqaga bo'lsa, mana oson-osonlarimiz ham farqi katta bo'ladi. Hammasi ham davotchi bo'lganda arzon qimmati bo'ladi. O'shuncha aka. Bunimiz necha? Bu ham 2 yuqorili. Bu ham 2 yuqori. Narxi necha pul? 3.600.000 so'm ham aka. 3.600.000 so'm. Aslida Turkiya samlesi aka kashtan mana. Bularimiz ham shundan bir xil hisobda 3.600.000. Xo'p. Yanachi aka, bularimiz ham ko'rsatib 3 metrli aka. 3 metrlik. Yana ishlarimiz bormi ustaga? Yo, menimcha bo'ldi. Hozircha mashinalar endi o'rnatilgan ishlarimiz bor agar nima bo'lsa. Endi ularni rasmlari bo'lsa yoki bir qanaqadir yana qo'shimcha videolar bo'lsa tashlab qo'ysangiz, videoni oxirida qo'yib qo'yaman. Video tugadi demanglar, oxiriga o'tsanglar yana uyga o'rnatilgan ishlarni ham bitta-bitta sekin qo'yib qo'yamiz do'stlar. Xo'p, aka menimcha hamma ma'lumotni berdik. Agar yana qanaqadir gaplaringiz bo'lsa, bemalol obunachilarimizga aytib o'tsangiz ham bo'laveradi. Keyin obzorimizni yakunlaymiz. Narxini aytayotganda, misol uchun zakazga borganda, zakazdan oldin iloji boricha kelishib olib boramiz aytib qo'yish kerak. Ha. Misol meni Namangan shahar yoki Qo'qonga chaqirib turib, kelisha olmadik deb vaqtim bo'lsa, men ketgan vaqtimgacha nima, ketgan rasxotimga emas aka, iloji boricha videoni to'liq ko'rib, narxlarini so'rab, yana ham nima qiladigan bo'lsa, Telegramda o'zimizning gruppamiz bor, o'zimiz tayyorlagan ishlarni shuni tashlab beramiz. Tanlagan narxini chiqarib beraman, primerda 4 metr bo'lsa. Agar o'tadigan joyim bo'lsa, borib turib o'tib beraman. Nimaga desangiz, birargilar 4-etasiga ham ashu narx deb o'ylaydi. Biz ham misol 4-etasiga tashqi xizmatimizni qo'shamiz uning ichiga. Kimdir uyiga olib kirish qiyin bo'ladi, uni ichida yig'ish kerak bo'ladi. O'sha joylarni hisobga olishimiz mumkin. O'rnatadigan joyimiz bo'lishi mumkin. Keyin iloji boricha agar devorida pishig'ishda yoki beton bo'ladigan bo'lsa, ushlaydigan bo'lsa, kafelni o'zi qilgani yaxshi. Agar iloji yo'q, dekor yoki gipsokarton bo'lsa, kafellari bilan qilib beraveramiz. Ular ham zakazda hisoblanayotganda kafellari alohida hisoblanadi aka. Mo'kani smart mo'ka deyish mumkin, smart mo'ka bilan razницasi bo'ladi. Ko'pchilik joyga borsak, mana 2010-yildan beri shu sohadamiz. Menga manaqa mo'ka qo'yib berishing kerak desa, xo'p, 300.000, 400.000 qo'shib berasiz desak, yo'q, mo'kasi ichida degansan deydi. Bizniki oddiyroq mo'ka. Tan olish kerak, o'zimizda O'zbekiston Samarqandning mo'kasi bu. Endi ustaga mana shu yerda bitta narsani aytamiz. Mana videoda ko'rilayotgan narxlar ichida mana mo'kasi ham aytilyapti. Shu narx ichiga o'sha mo'ka kiradi. Agar undan o'zgaradigan bo'lsa, albatta narx o'zgaradi. Haligi videoda boshqa narxi-yu, kelib boshqa narx aytyapsan degan narsa bo'lib qolmasin. Aynan shu mo'kadan qo'ydiring, narx o'zgarmaydi. Aytayotgan smart mo'ka yana boshqachalardan qo'ydiradigan bo'lsa, albatta farq qo'shiladi. Albatta, lekin iloji boricha narxlarni arzon qilib beramiz aka. Rozi qilib, men roziman. Bundan baraka toping desa, duoni olib uydan chiqib ketamiz. Gap yo'q. Ulug'bek aka, sizga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.